Gapga rasmiy ishondiman. Mava to'xtamay g'ayvat qilib, boshqalarni ko'laydigan odamlarning gap nadan chiqadi ekan? Chiqaverdi bu gap birisining kaynidan birisi o'lab deganning bo'y odamning aqli yetmaydigan gaplar chiqadi. Men o'g'inish qilgan odamlarda savol chiqaverdi ekan. Masalan, qaysi kun mayli ja degan so'zining 3 xil o'qilishi bor deb tushuntirib qo'ygan-ku. Buning ulablam do'yini bir do'stimiz. Endi mushu ja, andan cha, andan ru degan ma 3 so'zning qanday farqi bor deb so'rabdi qaranglar. Nim degan yaxshi savollar deb ketdim. Siz so'ramasangiz men o'ylash qolmayman-da, chunki men kallam ba'zan charchab, mushu uyda nim tamoq yeymiz deyishganimmi, sizlar nim yesalmay shuni yey deb men kallamni ishlatgim yo'q. Shu tamoq to'g'risida men o'ylashqam yo'q, shu darajada charchab ketaman. Shunga ma savolingiz pek yaxshi savol bo'pti. Sizning baningizda ma ekranda hammalar o'g'in olgan bo'ldi ya. Nas quloqni ding tutib qo'ygan yurakni besib. Turinglar do'stlar, 3 yil so'zni biz ko'p ishlatamiz ham kirish degan ma'nosi bor, kirish deganga yaqin bo'lgan ma'nosi bor. Biroq ishlatadigan o'rni faqatlam o'xshamaydi. Avval mavja bilan chaning ikkisi ru qaraganda ikkisi bir qadar yaqin. Nima uchun deganda, ja bilan chaning bu yerda ta'kidlaydigani kirishdan iborat shu ish harakatining jarayoni, tafsiloti, ya'ni sanjilib kirdimi, cho'qilib kirdimi va yoki aralashib kirdimi va yoki yana bir yozib kirdimi, shu tafsilotini ta'kidlash uchun ja bilan cha ani ishlatamiz. Roboschu bu yerda buni ta'kidlaydigani shu holatda palonning ichida bo'ldi va yoki natija shuni ichiga kirib ketdi degandek-ku. Shunga ja bilan cha sharkatning tafsilotini demoqchi bo'lsak, ja bilan chani ishlatamiz. Palonga kirib ketdi deb natijani xulosalamoqchi bo'lsak, runi ishlatamiz. Ma birinchi nuqta o'rganishga tegishli. Endi ja bilan chaning yana farqi bor. Masalan, ja deganimiz bu qattiq bir yerga sanjilib turib kirishni ko'rsatadi. Jajin deymiz masalan, jingni sanjish. Yana iliq kuni biz jagin deb o'rgandik. Yildiz tatish deb. Shunami bu daraxtning yildiz degan mavi yerga işte sanjilib turib, cho'qilib, aniga o'nib chiqadi-ku. Shundaq bo'lib qolsa jagin deymiz. Am cha bo'lsa, masalan, chahua deymiz. Gul sanjish, gul tizish degan gap avu. Buni gulni nega tizidi? Mundaq tashdakka yoki lunqiga tizidi. Shunami bu mundaq sanjib qo'yibadi. Mundaq yenik holatda sanjib qo'yibadi. Shunami cha yaoshi deymiz. Cha yaoshi, oshqushni sanjish, oshqushni qanday sanjishimiz? Vassida sanjamdiq yoki buni mundaq yenik sug'urib turib sanjamdiq. Cha yaoshi, shu sharkatni cha deymiz. Juma masalan cha kart sanjish degandek, kartmada tiqish degandek. Juma mushundaq yerlarda biz chani ishlatamiz va yoki cha zuy deymiz. Cha zuy degan mana gapga qo'shiq selish degan gap. Masalan, birisi gap qiladi-da, siz u gapga qo'shiq selib aytdingiz, o'zingizni gapini asha qistirib aytdingiz. Shunga cha zuy. Masalan, cha shou deymiz. Aralishish, işte qo'l uzatib buni aralashib olish, chop tikashlik qilish cha shou, Uningda sirib cha duy deymiz. Cha duy degani uchratni buzib qistirib olish, uchratga qistirib olish deganini bildirdi. Demak, xulosalab kelsak, bu cha degan so'zning aslida yenik sipoyi holatda mana kirishni bildirdi. Ya'ni qistirilish degandekroq ma'nosi bor. Chunki qistirilish degan Uyg'ur tilida qistirilish degan ma'noga yaqinroq bo'ladi ma'nosi. Bu ja bo'lsa, cho'qimki bu sanjishlan bo'ladi. Shuni sanjish demoqchi bo'lsangiz, jani ishlatasiz. Qistirilish, qisish deganni demoqchi bo'lsangiz, chani ishlatasiz. Endi ma ju bo'lsa, shu bu kirish, mundaq mingib kirish va yoki mundaq darizdan kun nuri kirish degandek ma'noni bildirdi. Eshikdan kirish degandek. Masalan, qingru degan so'z pek ko'p uchraydi. Qingru kirish. Nishanda buni qingru dedik. Siz hozir kirsangiz bo'lmaydi. Masalan, ru ne dedik? Ichiga kirish. Bu da ru ne? Ichiga kirishga bo'lmaydi degandek. O'rganib oldinglarmi? Asosan shu mishna eshikdan kirish. Masalan, ru kou degan so'zim chiqishib ko'ramiz. Ru kou kirish eg'izi. Anikin churu bo'lsa kirib chiqish degandek, Bilib oldinglarmi? Men tuzib bergan, mush ust so'zga ishlatib tuzib bergan so'zliklarni takror qilish, mush so'zlarni ishlatib jumla tuzib, pinonchida avasanglar mayli va yoki mush so'zlarni yana bir takror qilib, o'zinglar Uyg'urcha ma'nolarni qo'shib, pinonchida yozib, avatib baqsanglar mayli do'stlar. Endi desam, yana shu mush qo'l tiqib jumla tuzash, bek muhim oldingizlar deb bo'lgan bu gapni. Yana birisiga bizning darslarimiz do'stlar 0 saviyadan o'rta saviya, yuqori saviyagacha
Mayli kitapning yetaklish bo'lsin va yoki shu parangni asos qilib o'rganadigan darslar bo'lsin, hammasi sistemalar bir-birlab yutkilib bo'ldi. Ma ko'rganinglardek mana bütün hazır kitap almışsanlar buldu. Bütün mezmun bir şeyge to'liq qıçlaqlıq ingliz tili derslerimiz mi var hamda ma o dersni miyaga qo'yib qo'yib, bularni sizga bir nomerni aytib berib, bularni topshiriqlarni qaralmaydigan ish yo'q. Topshiriq qani deb yana shu burunqi men bajimi shu holat o'g'ilsiz hamda fasllik 3 oylik, 6 oylik, ömürlük hech bir qanday dars yo'qchimi? Sizning o'rganishingizcha shu vaqtingiz qarab turib shu 1 oylik. Ashundalam derslerimiz var. Ma sistema desem de men ömürlük anlaydigan deb o'ylab qolmanglar. Unda emas, chunki bizning derslerimiz faqat 1 oy, 2 oy degandek echiladi. Kunda bir darsdan to'g'rilab o'rganasiz, men izlasangiz bo'ladi. Mana 2 kun o'rganib, 3 kun kapta qo'yib turadigan ishingiz bo'lsa, kapta o'chatib o'ynaydigan ishingiz bo'lsa, meni